arzonga 3 xonali kvartira chiqsa bosib yuboraman deganlar uchun, sizlar uchun 3 xonali arzonga 23.300 ga kvartira topib qo'yganmiz. Manzilga keladigan bo'lsak, 3 dahasi, Arenter, shundoqqina Aka magazini ro'parasidagi 5 etajli domning 5-etajda. Qanunda birgalikda ko'ramiz. Ketdik. Shundoqqina xonadonimizga kirganimizda oppoq, keng, balandgina koridor qismimiz kutib oladi. Undan o'tganimizda bu yoqda birinchi xonalarga o'tib olamiz. Birinchi xonamiz detskiy xonamiz. Mana kichkina, yaxshi, shinamgina holatda. Undan o'tganda bu yoqda ikkinchi spanli xonamiz. Bu yoq sal kattaroq, yaxshi. Mana ko'rib turibsiz, shpaklyovkalar oppoq qilib tortib qo'yilgan kattalar yotoqxonasi. Undan o'tganimizda bu yoqda katta zal qismi, zalimiz ham mana shpaklyovkalar tortib qo'yilgan, katta, yaxshi, shinam holatda. Yana o'zlaringiz chiroyli qilib, ko'nglingizdagidek qilib aboylarni tortib yopishtirib olsangiz bo'ladi. Bu yoqda shundoqqina vanna qismlari. Undan o'tganimizda bu yoqda katta eshikdan kirganda chap qo'limizda hojatxona qismi. Hojatxonadan keyin bu yoqda oshxonalarimiz joylashgan. Oshxonamiz ham yaxshi, o'rtacha holatda. Undan chiqqanimizda bu yoqda kattagina balkon, balkonimiz 6 ga 2, yaxshi. Bu yoqda tapchanlarni qilib qo'yilgan, ko'rib turgan holatingizda o'zingiz didingizga moslab chiroyli holatda remontlarni qilib olsangiz bo'ladi. Shuning uchun ham narxlari anchagina arzonroq qo'yilgan. Mana azizlarim, xonadonimizni ko'rib oldik. Ko'rib turganingizdek, ta'mirtalab, o'zingiz didingizga moslab chiroyli holatga keltirib remont qilib olaman deganlar uchun aynan mana shu kvartira siz uchun. Bu videoni 3 dahasidan 3 xonali kvartira qidirib yurgan tanishlarga yuborib qo'yamiz. Bizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha